Bunda shahar bunker qiyomat omon qolish uchun qurilgan. Unga na yadro urushi, na toshqinlar tahdid solmaydi. Bu yer osti shahri 100 ming kishi uchun mo'ljallangan va zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan. O'ylab ko'ring, agar iqlim tahdidi haqidagi gaplar uydirma yoki yolg'on bo'lsa, nega jahon elitasi qiyomatga tayyorgarlik ko'ryapti? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, Alloh taolo Yamandan bir shabadan yuboradi. Boshqa rivoyatlarda Shomdan shabada chiqadi, Yamanga borib Yamandan dunyo bo'ylab tarqaydi. Bu rahmat shabadasi. Bu shabada ipakdan ko'ra mayinroq. U odamlarning uylariga, maskanlariga kiradi. Agar hatto insonlar tog'ni ichidagi g'orlarga, g'orni jigarigacha kirib ketgan bo'lsa ham, bu shabada albatta yetib boradi. Lekin bu shunday shabada bo'ladiki, odamlarda hammasini bir qator silab o'tadi. Har bir odam bolasi yetib boradi. Bu shabadan ishi nima edi? Bu ajib ish qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, qalbida zarracha iymoni bor kishini mana shu shabada qo'ltiqlarini silab o'tib, uni jonini oladi. Ya'ni oxiriga qalbida zarracha iymoni bor odam mana shu shabada bilan joni olingandan keyin yer yuzida Alloh taolaning vahdoniyatini isbotlaydigan birorta odam bolasi qolmaydi.